Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Ustalar Ravshan kanali obunachilari. Shpaglovkamizni oxirgi xonalariga keldik. Nasib bo'lsa katta zallarni qilib chiqardik. Qo'ldan chiqarib. Xudo xolasa endi shukur kelaveradi. Tushamiz. Xonalarimiz bitti. Inshaalloh. Hammasini burjaylar serpiyaga qo'yib, podkostlarga perfil qo'yib qilyapti hammasi. Chiroyli perfil qo'yilgan. Shogirdchalar ishlayapti, yalang'och bo'lib. Ha, issiqmi? Shogirdlar o'rgatyapmiz. Qo'llar kiygancha. Mana bu katta shogirdimiz bu. Hormay shogird aka. Zo'rmisiz? Ha, yaqinlashyaptimi ishlar? Bo'libdi. Ha, bo'libdimi? Bo'libdi. Ko'p yashang, charchamang. Alloh kuch-quvvat bersin. O'zimga. Mana ustagamiz 50 yoshga kirib mana bosyaptilar issiqqa qarab. Tepa deyman. Ha, tepalar uchib chiqadi, sakrab. Zallarimiz hamma joy bo'ldi, to'liq. Bitta listda tomonimiz qoldi, qolgan joylar bo'ldi. Zallarimiz ham bitti, xudo xolasa. Shukurkasini qilib, kraskasini ursak, topshiramiz nasib bo'lsa mana. Xonamiz. Ishni boshlashdan oldin ham tushirgan edik. Fotolaylar chalaydi, hammasini bir sala o'tib chiqdik. Hammasiga perfil qo'yilgan bular. Chiroyli qilib. Naryoqda xonalarimizni ko'rsatamiz hozir. Bular ham bitgan. Mana xonamiz pataloyi devori chalaydi. Ramkani ko'tarib to'g'rilab qo'ydik o'zimiz. Kimga qanaqa taklif savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilingansizlar. Uzoq yurtda yurgan, musofirda yurgan aka-ukalarimizni sog'lik salomatlik tilaymiz. Oila barlariga eson-omon qaytsin. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, bizni kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang. Biz siz bilan birgamiz. Mana bu katta zalimiz mana. Birinchi boshlagan zalimiz. Nerga mana listamiz bu. Bitta shu ishimiz qoldi. Xudo xolasa buni ham boshlaymiz. Devorda sho'rini qarang. Bu holada shkaturka shunday sho'r bo'ladi. Suv bilan yuvib tashlab, supurib, sho'rini mana bu yerda tomga chiqishga joyi bor. Mana shunaqa ishlarsizlar, bizni kuzatishda davom eting, xalqim. Siz bilan birgaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'linglar.